Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan Tangiyurov Sanjar. Bugun qanaqa qilib butun dunyoga bepul SMS jo'natishni o'rganamiz. Demak, bizga bepul SMS jo'natish uchun shunchaki internetimiz bo'lsa bas. Ba'zi birda shunaqa voqealar bo'lib qoladiki, biz uyda bo'lamiz, qayerqadir SMS jo'natishimiz kerak bo'ladi yoki bironta gapni aytishimiz kerak bo'ladi. Afsuski, telefonimizda pul bo'lmaydi. Bugun esa qanaqa qilib o'sha vaziyatdan chiqib ketishni o'rganamiz. Demak, bugun sizlarga bir nechta saytlar tayyorlab qo'ydim. Demak, O'zbekistonga bepul SMS jo'natish, Rossiyaga, Amerikaga va Koreyaga. Demak, men statistikalarga qarab ko'rdim. Hozir eng ko'p o'zbeklar, ya'ni O'zbekistonda va Rossiyada, Amerikada, Koreyada menimcha. Shunday ekan, bugun 4 ta mamlakatga bepul SMS jo'natishni o'rganamiz. Demak, boshladik. Mana bu birinchi sayt. Masalan, saytga kiramiz va bu yerga kirganimizdan so'ng mana bu yerda SMS. Masalan, bironta nomer yozamiz. Masalan, 90lik yoki 91lik. Bu yerda Beeline, ya'ni kompaniya Beeline. Masalan, 91lik bo'lgandan keyin, masalan, 998 0088 masalan nomerda bu. Salom deymizda. Keyin mana bu kodni teramiz. 4916 adashmasam, 4916 va SMSni jo'natamiz. SMS ketdi. Bu SMS albatta yetib boradi. Bunga 100% ishonch bildirishim mumkin, chunki men necha bora mana shu ishni qilib o'tiraman har doim. Ya'ni telefonda pul qolmaganda. Demak, Rossiyada bironta bu saytga kiramiz, sizlarga tayyorlab qo'ygan saytga. Demak, bu hozirda biz smst.ru. Demak, bu yerga nomer yozamiz. Masalan, meni eski nomerim 8 929 930 96 91 adashmasam, Moskvadan nomerim. Mana megafon Moskva deb chiqyapti. Salom, o'zim SMS tashladim. Masalanda bu yerda endi mana buni terish kerak. Menimcha bu ancha uzoq vaqt bo'lsa kerak. Hozir terishga harakat qilaman. Bu tak, adashib ham ketdim, adashmasam. Tak, yuborib ko'ramiz hozir, agar to'g'ri yozgan bo'lsam. Demak, SMS ketyapti. Menimcha SMS ketdi bu saytdan ham. Hozir boshqasiga urinib ko'ramiz. Negadir buni kod teradigan joyi juda ham ko'p ekan. Mana masalan, mana yerga ham nomerni yozamiz. Masalan, 926 necha yozsangiz ham bo'ladi. Demak, bu yerda megafonni bir necha turi bor. Ya'ni hattoki domashniy telefonlarga ham yuborsangiz bo'lar ekan, 495 bilan boshlanadigan. Demak, 8926 masalan 940 8877 teramizda masalan privet deb yozib yuboramiz. Kimga borib tushishini bilmayman. Bu shunchaki bizda shunchaki sinov uchun. Tak, vibrat время, vibrat dostavka kerak emas, shunchaki отправить bosamiz. Va SMS ketdi. SMS aniq egasiga borib tushadi. Demak, endi bu yerda Amerika ham bor, ya'ni USAga SMS jo'natishingiz ham mumkin. Ya'ni ko'pincha hozir ko'p kishining qarindoshlar Amerikada ham. Demak, bu yerda USAniki, demak, +1 bilan boshlanadi va bu yerga nomer yozasiz va men Amerikan nomerini bilmaganim uchun hozir hech nima yoza olmayman. Demak, bu yerda Koreyaniki. Demak, Koreyaga ham bepul SMS tashlashning yo'lini topdik. Demak, mana bu saytda Koreyaga ham tashlaysiz. +82 bilan boshlanar ekan, keyin nomer terasiz va shundan keyin bu yerda yozib, bu yerga mana bu so'zni terib yuborib yuborasiz. Demak, bugun qanaqa qilib butun dunyoga bepul SMSlar jo'natishni o'rgandik. Sizlar bilan albatta Tangiyurov Sanjar bo'ldi. Aytib o'taman, hozirda YouTube'ga kommentariy yoza olmayapman, ya'ni javoblar yoza olmayapman. Iloji bo'lsa Tangiyurov Sanjar Odnoklassnikani topinglar yoki Skype'ga shunchaki hozir yozaman. Men .bu deb yozsangiz va izlaysiz, qoraroq suratda notanish yigit degan inson chiqib keladi. O'sha meni Skype manzilim. Barcha savollaringizni berishingiz mumkin o'sha yoqda. Iloji boricha Odnoklassnikaga yozishingiz mumkin. Hozir Odnoklassnikani ham ko'rsatishga harakat qilaman. Demak, mana bu meni Odnoklassikam, Tangiyurov Sanjar. Demak, kirib meni izlab topsangiz, mana shu manzildaman.
Sizlar bilan albatta Tangur Sanjar bo'ldi. Keyingi video uroklarda uchrashguncha esa xayr, sog' bo'linglar.